Premier Ligada bir futbolchi 315 million yevroga sotib olingan desam ishonasizmi? Albatta ishonavering, bu haqiqat. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, inflyatsiya, ya'ni pulni qadrsizlanishi hisobga olingan holda Premier Ligada oldinga amalga oshirilgan transferlar hozirgi narxlarga solishtirilgan holda, hozir men sizlarga eng qimmat top 5 ta o'yinchini tanishtirib o'taman. 5-o'rin Portugaliyalik futbolchi Ricardo Carvalho. O'sha vaqtlarda Chelsea Carvalhoni 30 million yevroga sotib olgan. Bu summa hozirgi davrga kelib qiymati 208 million yevroni tashkil etadi. 4-o'rin Michael Essien. Bu futbolchini transferi ham Chelsea ga tegishli va jamoa Essienni 2005-yil Lyondan 38 million yevroga sotib olgan. Bu pulni hozirgi davrdagi qiymati 250 million yevro bo'ladi. 3-o'rin Didier Drogba. Hayratlanarlisi bu transfer ham Chelsea ga tegishli. Ular Drogbani 2004-yil 38,5 million yevroga sotib olgan. Bu pulni ayni damdagi qiymati 267 million yevroni tashkil etadi. 2-o'rin Andrey Shevchenko. Ushbu afsonaviy futbolchini transferi ham Chelsea ga tegishli va 2006-yil Chelsea Milanga ushbu super yulduz uchun 43 million 800 ming yevro to'lab bergan. Bu pulni ayni damdagi qadr qimmati 307 million yevroni tashkil etadi. Do'stlar, endi shu yerda sizlarga savol: birinchi o'rindagi rekord summa bo'lgan 315 million yevrolik futbolchini toping. To'g'ri javobni topgan futbol muxlisiga pul mukofoti o'tkazib beriladi. Faqat menga obuna bo'lgan bo'lish kerak. Ha, aytgancha yordam sifatida aytishim mumkinki, ushbu futbolchini Angliyaning top 6 ligidagi super klublardan biri sotib olgan.